Assalomu alaykum yorobun. Koreys tilidan 4-darsimizni boshlaymiz. 4-darsimizda assoyo, ossoyo o'tgan zamon qo'shimchasi va iga, innin qo'shimchalarini o'tamiz. Assoyo, ossoyo bu qo'shimcha o'tgan zamon qo'shimchasi bo'lib, birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga qo'shiladi. Koreys tilida fe'llar da, moq qo'shimchasi bilan tugaydi. O'tgan zamonni yasash uchun fe'ldan da, moq qo'shimchasini olib tashlab, fe'lning oxiridagi unli harfga qarab, assoyo, ossoyo qo'shimchasi qo'yiladi. Fe'lning oxiridagi bo'g'in unli a yoki o bilan tugasa, assoyo qo'shimchamiz qo'yiladi. Unli a harfi bilan tugagan makta, takta fe'llarimiz. Bu fe'llarimizdan ta qo'shimchamizni olib tashlaymiz va assoyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda makta fe'limiz magassoyo, takta fe'limiz takkassoyoga o'zgaradi. Makta yo'lni to'smoq, yo'lni berkitmoq. Magassoyo yo'lni to'sdim, yo'lni berkitdim. Takta artmoq. Takkassoyo artdim. Agar fe'l oxiridagi unli a bilan tugab, unga assoyo qo'shimchamiz qo'shilganida ikkita a hosil bo'ladi. Shunda ulardan bitta a harfi tushib qoladi. Misol uchun kada, chada bu so'zlarimiz a unli harfi bilan tugab, assoyo qo'shimchamiz qo'shilganida ikkita a hosil bo'ladi. Shunda ikkita a unli harfimiz bir-biriga qo'shilib, bitta a hosil bo'ladi. Kada, kassoyo. Chada, chassoyo. Kada, bormoq. Kassoyo, bordim, bordi. Chada, uxlamoq. Chassoyo, uxladim, uxladi. O unli harfimiz bilan tugagan fe'llarimiz. Fe'lning oxirgi bo'g'ini o harfi bilan tugaganda ham assoyo qo'shimchamiz qo'yiladi. Misol uchun nolda fe'limiz. Fe'limizdan da qo'shimchamizni olib tashlaymiz va unli harfga qaraymiz. O unli harfi bilan tugaganligi uchun assoyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Shunda nolda fe'limiz o'tgan zamonda norassoyoga o'zgaradi. Nolda o'ynamoq, norassoyo o'ynadim, o'ynadi. Agar fe'limizning oxirgi unli harfi o bilan tugab va undan keyin undosh harfi kelmasdan assoyo qo'shimchamiz qo'shilganida o va a harfimiz qo'shilib va diftoni hosil bo'ladi. Poda, oda bu fe'llarimiz unli o bilan tugab, ulardan keyin undosh harfi kelmaganligi uchun va ularga assoyo qo'shimchamiz qo'shilganida o va a harfimiz qo'shilib va diftoni hosil bo'ladi. Shunda poda fe'limiz passoyo, oda fe'limiz vassoyoga o'zgaradi. Poda ko'rmoq, qaramoq, tomosha qilmoq. Passoyo ko'rdim, qaradim, tomosha qildim. Oda kelmoq, vassoyo keldim, keldi. Hada bilan tugagan fe'limizning barchasi hessoyoga o'zgaradi. Kongbu hada, kongbu hessoyo. İlhada, iressoyo. Hada, hessoyo. Kongbu hada, o'qimoq. Kongbu hessoyo, o'qidim, o'qidi. İlhada, ishlamoq. İressoyo, ishladim, ishladi. Hada, qilmoq. Hessoyo, qildim, qildi. Koreys tilidagi noto'g'ri fe'llarimiz o'tgan zamonda tuslanishi.
Titta, eshitmoq. Tirossoyo, eshitdim. Mutta, so'ramoq. Murossoyo, so'radim. Kotta, piyoda yurmoq. Korossoyo, piyoda yurdim. Kupta, qovurmoq. Kuvossoyo, qovurdim. Purida, chaqirmoq. Pullossoyo, chaqirdim. To'pta, yordam bermoq. Tovassoyo, yordam berdim. Chupta, sovuq bo'lmoq, sovqatmoq. Chuvossoyo, sovuq bo'ldi, sovqatdim. Topta, issiq bo'lmoq, isib ketmoq. Tovossoyo, issiq bo'ldi, isib ketdim. Mo'rida, bilmaslik. Mullassoyo, bilmasdim. Parida, tez bo'lmoq. Pallassoyo, tez edi, tez bo'lgan edi. Sida, yozmoq. Sossoyo, yozdim. Nupta, yotmoq. Nuvossoyo, yotdim. Kirotta, shunday bo'lmoq. Kiressoyo, shunday edi, shunday bo'lgandi. Hayatta va paratta bu so'zlarimiz sifat bo'lib, rangni bildiradi. Oq rang, ko'k rang. Hayatta oq, hayessoyo oq edi. Paratta ko'k, paressoyo ko'k edi. Qolgan holatlarda esa, ya'ni boshqa unlilar bilan tugaganida ossoyo qo'shimchamiz qo'yiladi. Mokta, ikta, shvida bu so'zlarimiz unli a yoki o harfimiz yoki esa hada bilan tugamaganligi uchun ossoyo qo'shimchamizni qo'yamiz. Shunda fe'llarimiz o'tgan zamonda mogossoyo, ilgossoyo, shiossoyo ga o'zgaradi. Mokta, yemoq. Mogossoyo, yedim, yedi. Ikta, o'qimoq. Ilgossoyo, o'qidim, o'qidi. Shida, dam olmoq. Shiossoyo, dam oldim, dam oldi. Agar fe'lning oxirgi unli harfi u bilan tugab va unga o'tgan zamon qo'shimchamiz ossoyo qo'shilganida u va o harfimiz qo'shilib vo diftoni hosil bo'ladi. Misol uchun peuda, chiuda bu fe'llarimiz unli u harfi bilan tugaganligi uchun ossoyo qo'shimchamiz qo'shilganida fe'limiz pevossoyo, chivossoyoga o'zgaradi. Ya'ni u va o harfimiz voga o'zgaradi. Peuda, o'rganmoq. Pevossoyo, o'rgandim, o'rgandi. Chiuda, o'chirmoq. Chivossoyo, o'chirdim, o'chirdi. Agar fe'lning oxirgi unli harfi i bilan tugab va unga qo'shimcha ossoyo qo'shilganida i harfimiz yo harfiga o'zgaradi. Ya'ni yossoyo bo'ladi. Mashida, qarichida fe'llarimiz i unli harfi bilan tugaganligi uchun ossoyo qo'shimchamiz yossoyoga o'zgaradi va fe'limiz mashossoyo, qarichossoyoga o'zgaradi. Mashida, ichmoq. Mashossoyo, ichdim, ichdi. Qarichida, o'rgatmoq. Qarichossoyo, o'rgatdim, o'rgatdi. O'tgan zamon qo'shimchamizni yana bir marta qaytarib xulosa qilib olamiz. Assoyo, ossoyo,
Bu qo'shimcha o'tgan zamon qo'shimchasi bo'lib, birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga ishlatiladi. O'tgan zamonni yasash uchun fe'ldan da, moq qo'shimchamizni olib tashlab, fe'lning oxiridagi unli harfga qarab, as-soyo, os-soyo qo'shimchamizni qo'shamiz. Agar fe'lning oxirgi unli harfi a yoki o bilan tugasa, as-soyo qo'shimchamiz qo'yiladi. Agar fe'lning oxirgi unli harfi a bilan tugab va unga as-soyo qo'shimchamiz qo'shilganida ikkita a hosil bo'ladi. Bunday holatda bitta a harfimiz tushib qoladi. Agar fe'lning oxirgi unli harfi o bilan tugab va undan keyin undosh harfi kelmaydigan bo'lsa, as-soyo qo'shimchamiz qo'shilganida o va a harfimiz qo'shilib va diftoni hosil bo'ladi. Qolgan holatlarda esa, ya'ni boshqa unli harflari bilan tugaganida os-soyo qo'shimchamiz qo'yiladi. Agar fe'lning oxirgi unli harfi u bilan tugab va unga o'tgan zamon qo'shimchasi os-soyo qo'shilganida u va o harfimiz qo'shilib va diftoni hosil bo'ladi. Agar fe'l oxirgi unli harfi i bilan tugab va unga os-soyo qo'shilganida i harfimiz yo harfiga o'zgaradi. Hada bilan tugagan fe'llarimiz esa o'tgan zamonda hammasi hes-soyoga o'zgaradi. Bu yerda berilgan 30 ta fe'lni o'tgan zamonga o'zgartirib ko'ring va namunada xatoyingizni tekshirib ko'ring. Ikkinchi mavzuyimiz i-ga qo'shimchasi. Koreys tilidagi i-ga qo'shimchasi bu ega qo'shimchasi hisoblanadi. Ot yoki olmoshga qo'shilib, gapda kim yoki nima harakatni bajarayotganini ko'rsatadi. Undosh bilan tugagan so'zlarga i qo'shimchasi qo'shiladi, ya'ni patchim bor bo'lganida. Agar so'zimiz unli bilan tugasa, ga qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun, chek, kitob so'zimiz. Bu so'zimiz undosh bilan tugaganligi uchun i qo'shimchamizni qo'shamiz. Namu, daraxt, bu so'zimiz unli bilan tugaganligi uchun ga qo'shimchamizni qo'shamiz. Chegi issoyo, kitob bor. Namuga koyo, daraxt katta. I-ga ega qo'shimchasi bo'lib, kim, nima degan savollarga javob beradigan so'zlarga qo'shiladi. Harakatni bajarayotgan yoki mavjud bo'lgan narsani ajratib ko'rsatadi. I-ga va in-nin qo'shimchalarimizning farqi. I-ga ega qo'shimchasi kim yoki nima harakat qilayotganini ko'rsatadi. In-nin qo'shimchamiz esa mavzu qo'shimchasi, gapning umumiy mavzusini bildiradi yoki taqqoslayotganda ishlatiladi. So'zimiz undosh bilan tugasa, in qo'shimchamiz, unli bilan tugasa, nin qo'shimchamiz qo'shiladi. Misollar orqali qo'shimchamizni farqini tushuntirib o'taman. Chegi issoyo, kitob bor. Bu yerda kitob ega, mavjudligini bildiradi. Chegin issoyo, kitob bor, lekin boshqa narsa yo'q. Chegin issoyo, ko'ngchegin opsoyo, kitob bor, daftar yo'q. Nega, men, haksenyeyo, talabaman. Kim talaba? Men, ya'ni kim savoliga javob beradi. Nanin, haksenyeyo, men talabaman. Mavzuni o'zi haqida gapirayotganda, kimgadir o'zini tanishtirayotganda ishlatiladi. Koyangiga kiyovoyo, mushuk yoqimtoy. Kim yoqimtoy? Mushuk. Koyanginin kiyovoyo, mushuklar yoqimtoy. Umumiy olganda gapirilyapti. Mavzu sifatida
mushuklar haqida gap ketyapti. Ya'ni biron kim sizga kim, nima degan savol bilan murojaat qilganda siz ga qo'shimchasidan foydalanib javob berasiz. Savolda emas, darak gapda birorta mavzuni olib borayotgan bo'lsangiz, nin qo'shimchasidan foydalanib gap tuzasiz. Oddiy qilib aytganda, ga kim, nima savoliga javob beradi, nin nima haqida gaplashayotganingizni, ya'ni mavzuni ko'rsatadi. Ba'zan esa taqqoslashga ham ishlatiladi. Che samgwa poksib. 3-darslikda o'tgan yangi so'zlarimizni qaytarib olamiz. 인칭 대명사 shaxs olmoshlari na, men, cho, men, no, sen, 당신, siz, 그, u, 그녀, u, 그 사람, u odam, 그분, u odam, 우리, biz, 저희, biz, 너희, sizlar, 여러분, sizlar, 그들, ular, 지시 대명사, ko'rsatish olmoshlari, 이거, bu, 이, bu, 그, u, o'sha, 저, anavi, 그것, u narsa, o'sha narsa, 저것, anavi narsa. 의문 대명사, so'roq olmoshlari. 누구, kim, muot, mo, nima, oni, qaysi, oddiy, qayer, 언제, qachon, 얼마, qancha, 몇, nechta. 수업이 끝났습니다.